Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim mavzuni ochiq va tushunarli qilib gaplashmoqchiman. 2026 yil avgust oyida pensiya masalasi. Kim kutish kerak? Kim oldindan harakat qilish kerak? Kim esa xavotirga tushmasligi kerak? Bu mavzu faqat hozir pensiya olayotgan otaxon onaxonlarga emas, balki yaqin yillarda pensiyaga chiqadigan, hujjatlarni yig'ayotgan, ish staji bo'yicha savoli bor. Norasmiy ishlagan yoki chet elda mehnat qilgan insonlarga ham bevosita tegishli. Men bu videoda sizga shunchaki umumiy gaplarni emas, amalda eng ko'p uchraydigan holatlarni, odamlar qayerda xato qilayotganini, qanday hujjat kerak bo'lishini, kimlar avgust oyini kutishi mumkinligini va kimlar hozirdanoq pensiya jamg'armasi yoki tegishli tashkilotlarga murojaat qilishi zarurligini tushuntiraman. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring, chunki eng muhim ogohlantirishlar va amaliy qadamlar aynan oxirgi qismda bo'ladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying, chunki bunday ma'lumotni vaqtida eshitgan odam pulini ham, asabini ham, vaqtini ham tejaydi. Avval pensiya masalasi ko'pchilik uchun oddiyroq ko'rinardi. Yosh to'ldi, staj bor, hujjat topshirildi, pensiya tayinlandi. Odamlar ko'pincha men 25 yil ishlaganman, men zavodda ishlaganman, men kolxozda ishlaganman, men maktabda farrosh bo'lganman deb hisob-kitob qilardi. Ammo amalda pensiya tayinlashda faqat odamning og'zaki aytgani emas, rasmiy tasdiqlangan mehnat staji, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, badallar, arxiv hujjatlari, elektron bazadagi yozuvlar va qonuniy asoslar hisobga olinadi. Ilgari ko'p narsa qog'oz mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, tashkilotning muhri va kadrlar bo'limi bergan hujjatlarga bog'liq edi. Hozir esa jarayon tobora elektronlashyapti. Bu yaxshi tomoni ham bor. Ma'lumotlar bazada bo'lsa, odam yugurib yurmaydi. Ayrim holatlarda ariza berish osonlashadi, ortiqcha qog'ozbozlik kamayadi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Agar sizning eski ish joyingiz bo'yicha ma'lumot bazaga tushmagan bo'lsa, arxivda hujjat topilmasa, ish haqi noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, familiya yoki ismda bitta harf farq qilsa, pensiya miqdori kamayib qolishi yoki pensiya tayinlash cho'zilib ketishi mumkin. Shuning uchun 2026 yil avgust oyida pensiya mavzusida kim kutish kerak degan savol juda muhim. Ba'zi odamlar avgustda kutilayotgan qayta hisoblash, indeksatsiya, qonunchilikdagi o'zgarish, yosh yoki staj bo'yicha huquq paydo bo'lishini kutishi mumkin. Ammo ayrimlar kutaman deb o'tirsa, o'ziga zarar qiladi. Chunki pensiya arizasi odatda muayyan muddatlar va hujjatlar bilan bog'liq. Siz kechiksangiz, ayrim to'lovlar faqat murojaat qilingan sandan boshlab hisoblanishi mumkin. Men aynan mana shu nozik jihatlarni oddiy tilda ochib beraman. Oldin ko'p pensionerlar pensiya masalasini faqat mahalla kadrlar bo'limi yoki pensiya jamg'armasiga borib bilardi. Hujjatlarni bir papkaga solib, bir joydan ikkinchi joyga olib yurish odati yo'q edi. Masalan, odam 1995 yildan 1994 yilgacha fabrikada ishlagan bo'lsa, o'sha fabrikaning arxivi qayerga topshirilganini izlar edi. Korxona yopilgan bo'lsa, o'ris tashkilot bormi, tuman arxividami, viloyat arxividami? Hammasini aniqlashga to'g'ri kelardi. Ba'zida bitta ma'lumotnoma uchun haftalab, hatto oylab yurishga to'g'ri kelgan. Hozir vaziyat o'zgaryapti. Elektron mehnat daftarchasi, soliq va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar, davlat xizmatlari orqali murojaat qilish imkoniyatlari kengaymoqda. Lekin men sizlarga doim aytaman, elektron tizim borligi sizning hamma muammongiz avtomatik hal bo'ladi degani emas. Elektron bazaga kiritilmagan eski staj, xatoli yozilgan shaxsiy ma'lumotlar, rasmiylashtirilmagan ish davrlari, oylikni konvertga olgan davrlar pensiya hisobida muammo tug'dirishi mumkin. Masalan, bir ayol 30 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Lekin hujjat tekshirilganda 6 yil rasmiy ish stajiga kirmaydi. Chunki u davrda tashkilotda buyruq bor, lekin ish haqi qaydnomasida familiyasi yo'q. Yana bir erkak 1990 yillarda qurilish brigadasida ishlagan, lekin mehnat shartnomasi tuzilmagan, badal to'lanmagan. U inson men ishlaganman-ku deydi. Ammo pensiya tizimi hujjat qani deb so'raydi. Mana shu joyda odamning kutishi emas, oldindan hujjat yig'ishi muhim bo'ladi. Birinchi navbatda 2026 yil avgust oyigacha yoki shu oy atrofida pensiya yoshiga yetadiganlar e'tiborli bo'lishi kerak. Erkaklar va ayollar uchun amaldagi pensiya yoshiga, zarur ish stajiga, imtiyozli shartlarga alohida qarash kerak. Men bu yerda bir narsani aniq aytaman. Pensiya yoshi to'ldi degani avtomatik katta miqdorda pensiya chiqadi degani emas. Pensiya miqdori ko'p omillarga bog'liq. Umumiy staj, rasmiy ish haqi hisobga olinadigan davrlar. imtiyozli davrlar
bola parvarishi bilan bog'liq davrlar, harbiy xizmat, oliy ta'limning ayrim davrlari ishning zararli yoki og'ir sharoitda bo'lgan bo'lmagani. Masalan, 1936 yilda tug'ilgan bir erkakni olaylik. U 2026 yilda pensiya masalasini ko'rib chiqishi mumkin. Agar u 30 yildan ortiq rasmiy ishlagan, oyliklari bazada ko'rinayotgan bo'lsa, u asosan hujjatlarni oldindan tekshirtirib, ariza berish muddatini o'tkazib yubormasligi kerak. Lekin agar u 10 yil Rossiyada ishlagan, 5 yil norasmiy bozorda savdo qilgan, 8 yil qishloq xo'jaligida mavsumiy ishlagan bo'lsa, unda vaziyat murakkabroq bo'ladi. U men baribir ishlaganman deb emas. Aynan qaysi yillar rasmiy tasdiqlanishini tekshirishi kerak. Ikkinchi toifa, hozir pensiya olayotgan, lekin pensiyasi kam chiqqandan norozi bo'lganlar, bunday insonlar ko'p. Kimdir 1 million 200 ming so'm olayapman. Qo'shnim 1 million 200 ming olayapti. Nega farq bor deydi. Farqning sababi turlicha bo'lishi mumkin. Qo'shnining staji ko'proq, ish haqi yuqoriroq bo'lgan, ayrim yillari to'g'ri tasdiqlangan. Sizning esa bir necha yilingiz hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun avgustda kutilayotgan umumiy oshirish bo'lsa ham, u hammaning muammosini bir xil hal qilmaydi. Agar pensiya bazasi noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, umumiy oshirish noto'g'ri bazaga nisbatan qo'llanadi. Ya'ni sizning asosiy xatoyingiz bo'laveradi. Uchinchi toifa, norasmiy ishlaganlar. Bu eng o'rinli mavzu. Ko'p odamlar yillar davomida kunlik ish, ustachilik, bozor, chorvachilik, qurilish, uy xizmatlari, mavsumiy ish bilan shug'ullangan, daromad bo'lgan, lekin rasmiy ish staji shakllanmagan, pensiya hisobida esa rasmiy tasdiq muhim. Agar siz hozir edimi yoshdan oshgan bo'lsangiz va hali ham norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, men sizga qat'iy maslahat beraman. Imkon qadar faoliyatingizni qonuniylashtiring, o'zini o'zi band qilish. Yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki mehnat shartnomasi orqali staj shaxlantirish imkoniyatlarini o'rganing. Chunki bugungi rasmiylashtirish ertangi pensiyangizni belgilaydi. 4-toifa, ayollar, ayniqsa bolalarni parvarish qilgan davrlari ko'p bo'lgan onalar. Ko'p onaxonlar men uyda bola boqqanman, bu hisobga olinadimi deb so'raydi. Ayrim davrlar qonunchilikda belgilangan tartibda hisobga olinishi mumkin. Lekin bu avtomatik emas, hujjat kerak bo'ladi. Bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarish hujjatlari mehnat daftarchasidagi tanaffuslar to'g'ri izohlanishi kerak. Masalan, ayol 1998 yildan 2004 yilgacha 3 farzand parvarishi bilan uyda bo'lgan. Bu davrning qaysi qismi qanday asosda hisobga olinadi, buni aniq tekshirtirish zarur. Hammasi qo'shiladi deb o'ylab. Keyin pensiya tayinlanganda xafa bo'lib qolmaslik kerak. 5-toifa, chet elda ishlaganlar. So'nggi yillarda ko'plab yurtdoshlar Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Janubiy Koreya va boshqa davlatlarda mehnat qilgan. Bu davrlar pensiya hisobiga qanday ta'sir qilishi masalasi davlatlararo kelishuvlar, to'langan badallar, rasmiy ish shartnomasi va hujjatlarga bog'liq. Agar inson chet elda 12 yil ishlagan, lekin rasmiy shartnomasi bo'lmagan bo'lsa, bu davrni isbotlash qiyin bo'ladi. Agar rasmiy ishlagan, tegishli badallar to'langan, hujjatlar bor bo'lsa, vaziyat boshqacha. Shuning uchun chet elda ishlagan har bir kishi hujjatlarini yo'qotmasligi, tarjima va tasdiqlash masalasini oldindan o'rganishi kerak. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizning barcha ish yillaringiz rasmiy bo'lsa, elektron bazada ko'rinsa, mehnat daftarchangiz toza yuritilgan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlari tasdiqlansa, shaxsiy ma'lumotlaringizda farq bo'lmasa, sizda asosiy xavf kamroq. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men har doim shuni aytaman. Pensiyaga chiqishdan kamida 6 oy oldin hujjatlarni tekshirtiring. Chunki bitta arxiv ma'lumotnomasini topishning o'zi 52 oy vaqt olishi mumkin. Masalan, Nodira opa 2026 yil avgustda pensiya yoshiga yetadi. U 25 yil maktabda rasmiy ishlagan, keyin 5 yil bog'chada tarbiyachi bo'lgan, ish haqi doim bank orqali tushgan, mehnat daftarchasida barcha buyruqlar bor. Bunday holatda xavotir kam, ammo baribir u pasport, JSashir, mehnat daftarchasi, diplom, farzandlari hujjatlari, familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasini tayyorlab qo'yish kerak. Yana bir misol, Rahim aka 2026 yil avgustda pensiya arizasi bermoqchi. U 20 yil zavodda ishlagan, lekin zavod 2005 yilda yopilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin oylik ma'lumotnomasi yo'q. Rahim aka xavotirlanishi kerak, chunki zavod arxivi qayerdaligini topish kerak bo'ladi. Agar u buni avgustda boshlasa, pensiya tayinlash cho'zilishi mumkin. Agar hozirdan boshlasa, avgustga kelib hujjatlari tayyor bo'ladi. Birinchi tuzoq,
familiya, ism, otasining ismi xatolari. Masalan, pasportda Gulnora, mehnat daftarchasida Gulnora deb yozilgan bo'lishi mumkin. Yoki ruscha hujjatda otasining ismi boshqacha transliteratsiya qilingan. Oddiy ko'ringan bitta harf farqi ham hujjatni qo'shimcha tasdiqlashga olib keladi. Bu ayniqsa eski Sovet davri hujjatlarida ko'p uchraydi. Shuning uchun barcha hujjatlarga ism sharifini solishtiring. Ikkinchi tuzoq, muhr va imzo masalasi. Mehnat daftarchasida ishga kirgan va ishdan bo'shagan sanalar bor, lekin muhr xira. Buyruq raqami yo'q yoki yozuv noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Odam daftarcham bor-ku deb o'ylaydi, ammo ayrim yozuvlar yetarli bo'lmasligi mumkin. Ayniqsa kichik korxonalar, kooperativlar, fermer xo'jaliklari, xususiy firmalar bilan bog'liq davrlarda ehtiyot bo'lish kerak. Uchinchi tuzoq, ish haqi ma'lumotlari. Pensiya miqdori faqat staj bilan emas, oylik ma'lumotlari bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Ba'zi odamlar ko'p yil ishlagan, lekin rasmiy oyligi juda past ko'rsatilgan. Ba'zi davrlarda esa umuman ish haqi ma'lumoti topilmaydi. Agar arxivda ish haqi qaydnomalari saqlanmagan bo'lsa, hisoblashda muammo paydo bo'ladi. Shu sababli ishlagan joylaringiz bo'yicha oylik ma'lumotnomalarini oldindan izlang. 4-tuzoq. Hamma narsani davlat o'zi topadi degan noto'g'ri fikr. Davlat organlari bazalar orqali ko'p ma'lumotlarni olishi mumkin. Lekin eski davrlar, yopilgan korxonalar, boshqa davlatdagi ishlar, xatoli hujjatlar bo'yicha sizning faol ishtirokingiz zarur bo'ladi. Siz arxivga so'rov berishingiz, tashkilot voris topishingiz, sud orqali faktni tasdiqlash zarur bo'lsa, huquqiy maslahat olishingiz mumkin. 5-nozik jihat murojaat qilish sanasi. Ko'pchilik yoshim to'lsa bo'ldi, keyin boraman deydi. Ammo pensiya tayinlashda ariza sanasi muhim rol o'ynashi mumkin. Agar siz bir necha oy kechiksangiz, to'lovlarni qaysi sanadan hisoblash masalasi qonunchilikka muvofiq hal qilinadi. Shuning uchun men har doim muddatni o'tkazmaslikni maslahat beraman. Avgustni kutish kerak bo'lgan holat bilan avgustgacha tayyorlanish kerak bo'lgan holatni adashtirmang. Birinchi qadam, hujjatlaringizni bitta joyga jamlang. Pasport yoki ID karta, JSHIR, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, tegishli hujjat, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik yoki imtiyozga oid hujjatlar, zararli ish sharoitida ishlagan bo'lsangiz tasdiqlovchi ma'lumotnomalar. Chet elda ishlagan bo'lsangiz mehnat shartnomasi va badal to'lovlariga oid hujjatlar tayyor bo'lsin. Ikkinchi qadam, ish stajingizni yilma-yil yozib chiqing. Oddiy daftar oling va 19 yoshingizdan boshlab hozirgacha nima qilganingizni yozing. Masalan, 1992 zavod, 1912-1995 bola parvarishi, 1995-2000 maktab, 2000-2004 bozorda savdo, 2004-2010 xususiy firma, 2010-2015 chet el, 2015 hozirgi vaqt ish joyi. Keyin har bir davr yoniga hujjat bor yoki hujjat yo'q deb belgilang. Mana shunda qaysi joy muammo ekanini ko'rasiz. 3-qadam, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga oldindan murojaat qiling. Men 2026 yil avgustda pensiya yoshiga yetaman. Hujjatlarimni oldindan tekshirtirmoqchiman deb ayting. Savollaringizni yozma shaklida tayyorlab boring. Og'zaki gaplashib chiqib ketmang. Kerak bo'lsa yozma ariza bering. Chunki yozma murojaatga rasmiy javob olinadi va keyin sizda asos bo'ladi. 4-qadam, arxivlarni aniqlang. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga so'rov berish kerak bo'lishi mumkin. So'rovda korxona nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, familiyangiz o'sha paytda qanday bo'lganini aniq yozing. Agar ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan bo'lsa, eski familiyasini ham ko'rsatsin. Masalan, 1990-1997 yillarda Karimova Dilbar nomi bilan ishlaganman. Hozirgi familiyam To'xtayeva deb yozish muhim. 5-qadam. Elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Imkoningiz bo'lsa, tegishli davlat portallari, My.Gov.uz yoki soliq va mehnatga oid elektron xizmatlar orqali ma'lumotlaringiz bor yo'qligini ko'ring. Agar o'zingiz foydalana olmasangiz, farzandingiz, nabirangiz yoki ishonchli insondan yordam so'rang. Lekin shaxsiy ma'lumotlaringizni begona odamlarga berishda ehtiyot bo'ling. Pasport nusxasi, telefon raqamiga kelgan kodlar, elektron raqamli imzo parolini hech kimga beparvo bermang. 6-qadam, agar pensiya allaqachon tayinlangan, lekin sizda yangi hujjat topilgan bo'lsa, qayta hisoblash masalasini o'rganing. Masalan, 5 yil oldin pensiyaga chiqqansiz, o'sha paytda
1993-1938 yillardagi ish stajingiz tasdiqlanmagan. Hozir arxidan ma'lumotnoma topildi. Bunday holatda qayta hisoblash uchun ariza berish mumkinmi? Qaysi sanadan hisoblanadi? Qanday hujjat kerak? Buni hududiy bo'limdan aniqlang. Odamlar ko'pincha endi kech bo'ldi deb o'ylaydi. Lekin ayrim holatlarda yangi hujjat asosida masalani qayta ko'rib chiqish imkoni bo'ladi. Agar sizga rad javobi berilsa, vahimaga tushmang. Rad javobini og'zaki emas, yozma oling. Unda nima sababdan rad etilgani ko'rsatilishi kerak. Staj yetishmasligi, hujjat tasdiqlanmagani, ma'lumot mos kelmagani, imtiyozli shartlar tasdiqlanmagani va hokazo. Shundan keyin kamchilikni bartaraf qilish mumkin. Ba'zan arxivdan qo'shimcha ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Ba'zan sud orqali yuridik faktni belgilash zarur bo'ladi. Ba'zan esa ish beruvchi xatoni tuzatish kerak bo'ladi. 8-qadam. Vositachilardan ehtiyot bo'ling. Pensiya masalasida pul bersangiz, pensiyangizni oshirib beraman, staj qo'shib beraman. Avgustda alohida ro'yxat bor. Kiritib qo'yaman degan gaplarga ishonmang. Qonuniy hujjatsiz hech kim sizga haqiqiy staj qo'shib bera olmaydi. Bunday odamlar ko'pincha qariyalarimizning ishonchidan foydalanadi. Rasmiy idoraga boring, yozma ariza bering, rasmiy javob oling. Endi eng asosiy savolga qaytamiz. 2026 yil avgustda kim kutishi kerak? Agar sizning pensiya huquqingiz aynan shu oyda paydo bo'lsa, ya'ni yoshingiz, stajingiz yoki qonunda belgilangan shart shu davrda to'lsa, siz avgust oyiga qadar tayyorgarlik ko'rib, shu oyda yoki belgilangan muddatda murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Kutish degani qo'l qovushtirib o'tirish emas. Kutish degani hujjatlarni tayyorlab sanani o'tkazmaslik degani. Agar siz hozir pensiya olayotgan bo'lsangiz va avgustda umumiy oshirish yoki qayta hisoblash bo'lishi haqida eshitgan bo'lsangiz, rasmiy xabarlarni kuzating. Lekin o'z pensiyangiz pastligining sababi hujjat xatosi bo'lsa, avgustdagi umumiy o'zgarish buni tuzatmasligi mumkin. Siz alohida tartibda hujjatlaringizni tekshirtirishingiz kerak. Agar sizda staj bo'yicha katta bo'shliqlar bo'lsa, masalan 7-10 yil hujjatsiz davr bo'lsa, siz avgustni kutmasligingiz kerak. Hozirdan harakat qiling. Arxivga so'rov bering, eski ish joyingizni qidiring. Guvohlar masalasini huquqshunos bilan maslahat qiling. Chet eldagi hujjatlarni yig'ing. Chunki hujjat yig'ish bir kunda bitmaydi. Agar siz hali pensiyaga chiqishga bir necha yil bor bo'lsa ham norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, siz uchun ham bu mavzu muhim. Bugun rasmiylashtirilmagan har bir yil ertaga pensiya hisobida yo'q yilga aylanishi mumkin. 55-6 yoshga kelib hujjat izlashdan ko'ra 45 yoshda faoliyatingizni tartibga solish ancha oson. Birinchi misol. Mahmud aka 2026 yil avgustda pensiya masalasini ko'rmoqchi. U 15 yil davlat korxonasida, 10 yil xususiy firmada, 5 yil esa norasmiy qurilishda ishlagan. Davlat korxonasi bo'yicha hujjatlar bor. Xususiy firma bo'yicha badallar to'langan, to'lanmaganini tekshirish kerak. Norasmiy qurilish davri esa agar hujjat bo'lmasa stajga kirmasligi mumkin. Demak, Mahmud aka 30 yil ishlaganman deb o'ylasa ham tasdiqlangan staji 25 yil yoki undan kam chiqishi ehtimoli bor. Ikkinchi misol, Saodat opa 4 farzandni tarbiyalagan, orada ishda tanaffuslar bo'lgan. U mening farzandlarim bor, pensiyam ko'proq chiqadi deb o'ylaydi. Lekin unga farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, familiya o'zgarish hujjatlari, ishga kirish chiqish sanalari kerak bo'ladi. Agar bolalarning hujjatlarida onaning familiyasi boshqa, pasportda boshqa bo'lsa, buni bog'lovchi hujjat talab qilinadi. Oldindan tayyorlansa muammo bo'lmaydi. Uchinchi misol, Aziz aka 12 yil chet elda rasmiy ishlaganini aytadi. Lekin qo'lda faqat eski propusk va ish joyidan berilgan oddiy ma'lumotnoma bor. Pensiya uchun bu yetarli bo'lmasligi mumkin. Unga rasmiy ish shartnomasi, ish davri, to'langan badallar, tarjima va tasdiqlash bilan bog'liq hujjatlar kerak bo'ladi. Bu masalada elchixona, konsullik yoki tegishli davlat idoralari orqali ma'lumot olishga to'g'ri kelishi mumkin. 4-misol. Zaynab opa allaqachon pensiyada, lekin 1990 yillardagi 6 yillik ish staji hisobga olinmagan. Yaqinda arxivdan o'sha davr bo'yicha ma'lumot topildi. U endi foydasi yo'q deb o'ylamasin. U qayta hisoblash uchun ariza berib, hujjatni ilova qilish kerak. Natija qonunchilikka va hujjatning kuchiga bog'liq. Lekin harakat qilmasdan hech narsa o'zgarmaydi. Azizlar, pensiya bu faqat oyma-oy olinadigan pul emas. Bu insonning 10 yillab qilgan mehnatining huquqiy natijasi. Shuning uchun men sizlardan iltimos qilaman, hali vaqt bor. Baribir bir nima qilib berishadi. Hamma hujjat davlatda bor deb beparvo bo'lmang.
Ayniqsa 2026 yil avgust oyida pensiya yoshiga yetadiganlar, pensiyasi qayta ko'rilishini kutayotganlar, staji to'liq tasdiqlanmaganlar, chet elda ishlaganlar va norasmiy mehnat qilganlar hozirdan harakat qilishi kerak. Bugun qilinadigan eng to'g'ri ish hujjatlarni jamlash, stajni ilma-yil yozish, elektron ma'lumotlarni tekshirish, arxivlarga so'rov yuborish. Pensiya jamg'armasidan rasmiy maslahat olish va kerak bo'lsa yozma ariza berish. Siz qanchalik erta tayyorlansangiz, pensiya tayinlash jarayonida shunchalik kam yugurasiz. Xulosa qilib aytsam, 2026 yil avgustni faqat huquqi o'sha oyda paydo bo'ladiganlar kutadi. Lekin hujjat tayyorlashni hech kim avgustgacha cho'zmasligi kerak. Kimning hujjati toza, staji rasmiy, ma'lumotlari mos bo'lsa, u nisbatan xotirjam bo'ladi. Kimda bo'shliq, xato, arxiv muammo yoki norasmiy ish davrlari bo'lsa, u hozirdan harakat qilishi shart. Agar sizda pensiya bo'yicha savol bo'lsa, izohlarga yozing. Yoshingiz, taxminiy ish stajingiz, qaysi yillarda muammo borligini yozsangiz, keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa pensiya yoshiga yaqin ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringiz ko'rsin. Kanalga obuna bo'ling, chunki pensiya nafaqa, hujjat va qonuniy huquqlar bo'yicha eng muhim ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.